Okela, darvozabonlarni liniyadan olib chiqib ketgan seyvlarini ko'ramiz. 10-o'rinda Atubolu ekan. Qaranglar, o'tib ketib, kirayotgan joyida olib chiqib ketdik. Gap bo'lishi mumkin emas. 9-o'rinda Kasper Schmeichel. Voy, okela qaranglar. Oyog'ida olib chiqib tashladi. Yaxshi. 8-o'rinda Jan Sommer. Voy, kirib ketish kerak edi, okela. Gap yo'q. Reaksiyasiga gap yo'q. Qaranglar, qo'lini uchida ilib oldi. Uzr. 7-o'rin David Raya. Voy, okela, liniyadan olib chiqqanini qaranglar buni. Voy, ko'rib. Faqat mazza qilish kerak shu. 6-o'rinda Jan Oblak. Voy, o'zini xatosini o'zi to'g'rilabdi, okela, kirib ketyapti bu ham. Gap bo'lishi mumkin emas. 5-o'rinda Neuer. Voy, qanaqa qaranglar lentada, okela, liniyada shunday olib chiqdi shu. Ahmoqona seyf, okela. Bu yerda Kasilisga ko'rganmiz, 4-o'rinda. Real legenda okela. Gap yo'q. Liniyada prям lentachkada olib chiqqan. 100% golli joyi. 3-o'rin Hugo Lloris. Voy, okela. Nima bular? Bekorga bular mировой statusdagi darvozabon emas. Okela, qaranglar, lentadan shunaqa olib chiqyapti. 2-o'rinda Ter Stegen. Prям в упор, yaqin masofadan Lewandowski urtibgan ekan, qaranglar. Voy, men tilim aylanmay qolyapti, okela, bu seyflarni ko'rib. 1-o'rin Markezin. Voy, gap yo'q.